Assalomu alaykum. Bugun naq maydon tarqitishimning, amaliyotda naq maydonda kitob o'qishimning 49-kuni. Hozir men sizlarga tafsir javharlarining ikkinchi qismini 11 o'qib beraman. Al bilan men buni ham barlab qo'yay. Neyse. Dur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 31. betden 40. betkice. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala takvadarlar için iki türlük mükafat hazırlaydı. Biri maddi mükafat bulup, o bolsumu cennettir. Yani biri manevi mükafat bulup, o bolsumu Allah Teala'nın razılıqqa erişiştir. Bu bütün nimetlerin en katısı hesaplandı. Çünkü Allah Teala'nın bir kişiden razı bolğanlığı ameliyette, onundan memnun bolğanlığı ve onunla mengü gazap kılmaydıqanlığı degenliktir. Yüzgün Uygurca. Kur'an-ı Kerim bunu Tevbe suresinde mundaq bayan kılıdı. Va'adallahu al-mu'minine vel-mu'minati cennetin tecri min tahtihal enharu halidine fiha ve mesakine tayyibeten fi cennati adn. Ve ridvanun minallahi ekber. Zalike huvel fawzul azim. Yani Allah mümin erler ve mümin ayollarga aslın östenler eqib turdigan, ular mengü turdigan cennetlerini ve ularning daimli qarorgohi bo'lgan cennetlerdeki isil turalg'ularni va'da qildi. Allah'ның ulardan razı bo'lishi cennet nimetlerinin en katısudur. Mana bu cho'ng baxtdir. Yani Allah mümin erler ve Peygamber Aleyhisselam mundaq degan. إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. Yani Allah cennet ehliga hitap qilib, ey cennet ehli deydi. Cennet ehli hoş ey Rabbimiz deydi. Andan Allah ulardan razı buldunlarmı deb so'raydi. Ular, ey Rabbimiz, sen bizga hech kimga bermagan isil ne'matlarni bergan tursan, biz qanday razı bo'lmayli deydi. Andan Allah ularga
Mən sizlərə bulardanmı əvzəlni bermən deydi. Ular, ey Rabbimiz, zadı bulardanmı əvzəl nima bar deydi. Andan Allah onlarga, sizlərə razılığımni verdim. Bunundan keyin sizlərə hərgiz g'azablənməyman deydi. Allah Taala iman etgan və yaxşı əməllərni qılğanlarga yuqorqi oyatda və başqa köpilgən oyatlarda hər türlü cənnət ne'matlarini va'da qilgan. Ammo bu oyat Allah Taolaning roziligiga erishishning butun mukofotlardan cho'ng ekanligini, diniy va axloqiy vazifalarning eng yuksak g'oyasi Allah Taolaning roziligiga erishishdan iborat ekanligini bayon qiladi. Chunki jannatning moddiy va ma'naviy barliq ne'matlari nafsimizning talablarini qondirsa, Allah Taolaning roziligiga erishish bizning ruhimizning talabini qondirdi. Shunga Allah Taolaning roziligiga erishish butun ne'matlarning kartasi va eng ahamiyatlidir. Ondan Allah Taala haqiqiy ma'nodagi taqvodorlarning ba'zi sifatlarini sanash orqali ularning ey Robbimiz, biz sana payg'ambarlaringga, kitoblaringga, farishtalaringga, qiyomat kuniga, yaxshilik, yomonlik sening taqdiring bilan bo'lganligiga, oxirat kuniga va ulardan boshqa iymon keltirishga buyurilgan masalalarning hammasiga shaksiz iymon etdik. Ey Robbimiz, bu iymonimizning yuzasidan bizning barliq gunohlarimizni mag'firat qilgin. Bizni do'zax azobidan saqlag'in deb Allah Taoladan tilaydigan zotlar ekanligini, ularning kulfatlarga, jafo mushaqqatlarga sabr qiladigan, eg'irchiliklarga bardoshlik beradigan, nafsi xohishning yo'lsiz talablarini rad qilishda chidamchanlik bilan ish qiladigan, gunoh ma'siyatlardan o'zini tutib oladigan, har ishda Allah Taolaga itoat qiladigan, yo'qsillarga, muhtojlarga yordam qiladigan, Allah yo'lida pul mol sarf qilishdan qochmaydigan, sehiy, qo'li keng, gunohlar uchun saharlarda Allah Taoladan mag'firat tilaydigan oliyjanob kishilar ekanligini bayon qiladi. Sabrchanlikning va chidamchanlikning shahvatlarga qarshi o'zini tizginlashdagi roli intayin cho'ngdir. Chunki inson o'zini tutilish orqali nafsining yo'lsiz talablarini rad qilib, o'zini halokatdan va gunohlardan saqlab qola oladi. Asr surasidagi va tavasav bil haqqi va tavasav bis sabr. Ya'ni bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, bir-biriga taat ibodatda chidamliq bo'lishni tavsiya qilishgan degan oyatda taat ibodatlarda va dinning amr farmonlarini o'rindashda hamisha chidamliq bo'lishni tavsiya qilish bilan haqiqat ustida mustahkam turishni tavsiya qilishning bir-biriga yondashib keltirilganligi chidamchanlikning naqadar muhim ekanligini ifodalaydi. Duoning vaqtini saharlarga xos qilishning sababi shuki, tong saharda turib namoz o'qish va duo qilish kishilarga ig'ir tuyulganligi uchun uning ajri savobimi ko'p bo'ladi. Hamda sahar vaqtida qilingan duo va tavba qabul bo'lishiga eng yaqindir. Payg'ambar alayhissalom istig'forning eng afzalini bayon qilib mundaq degan: Sayyidul istig'forning eng afzali shuki, Allahumma anta robbi la ilaha illa anta xalaqtani va ana abduk va ana ala ahdika va va'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yani ey Allah, sen mening Robbimsan. Senden başqa haqiqiy iloh yo'q. Sen meni yarattың, men sening bandangman. Men sana bergan va'damni kuchimning yetishicha amalga oshirishga tirishman. Sana sig'inib ishlarimning yomonligidan panoh tilayman. Menga ato qilgan ne'matlaringni to'niyman va gunohlarimni e'tirof qilaman. Ey Allah, gunohlarimni mag'firat qilgin. Haqiqatan gunohlarni sendan boshqa mag'firat qilguvchi yo'qdir. Muhim nuqtalari. Oxiratning ne'matlari bu dunyoning barcha manfaatlaridan albatta yaxshidir. Ikkinchi, oxiratning ne'matlari va mukofotlari taqvodor musulmonlar uchun xosdir. Uchinchi, taqvodorlik har qanday bir musulmon odamning yetmoqchi bo'lgan eng oliy martabasidir. To'rtinchi, sahar vaqtlarida qilingan duolar va aytilgan tavba istig'forlar qabul bo'lishga eng yaqindir. Beshinchi, taqvodorlar uchun xos bo'lgan barliq sifatlar musulmon kishining sifatlanishi zarur bo'lgan sifatlardir. Alloh taoloning roziligiga erishish butun ne'matlarning kattasidir va alohida muhim ne'matdir. Allohning nazarida qabul bo'ladigan din islomdir.
Bismillahirrahmanirrahim. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi qaimen bil qist. La ilahe illa huvel azizul hakim. İnned dîne indellâhil İslam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Tercümesi 18. ayet. Allah adaletini barpo qilgan holda o'zidan boshqa hech qanday iloh yo'qligiga guvohlik berdi. Pərişlər və ilim əhliləri şundaq deb guvohlik berdi. Allahdan başqa haqiqiy ilah yoxdur. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. 19. ayet. Haqiqatan Allahның dargohida qabul bo'ladigan din islomdir. Kitob berilganlar faqat o'zlariga ilm kelgandan keyinla o'zaro hasad qilishib, ixtilof qilishdi. Kimki Allahның oyatlarini inkor qiladigan, Allah haqiqatan tez hisob olguchidir. Ularni qilmishlari sababli albatta jazolaydi. 20. ayet. Ey payg'ambar, agar ular sen bilan munozirlashsa, sen ularga sana ergashganlar bilan birlikda men o'zimni Allohga topshirdim degin. Kitob berilganlarga va savodsizlarga, ya'ni arab mushriklariga, musulmon bo'ldinglarmi degin. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular musulmon bo'lishdan bosh tortsa, u holda sening mas'uliyating faqat dinni yetkazishdir. Alloh bandalarining amallarini aniq ko'rib turguchidir. Tafsiri. Allah Taala bu oyatlar orqali o'zidan boshqa haqiqiy iloh yo'qligiga va ilohlikda o'zining yagona ekanligiga o'zining guvohlik berganligini, farishtalar bilan ilm ahlilarining shundoq deb guvohlik berganligini xabar qiladi. Allah Taoladan qonun, koinot va tabiatda adolatni to'liq barpo qilgan holda shundoq guvohlik berdiki, Allah Taoladan boshqa e'tiqod qilishga, itoat qilishga, bo'ysunishga va ibodat qilishga haqli bo'lgan hech bir iloh yo'qdir. Osmon, zamin va ularning orasidagi barcha maxluqotning ishini Alloh taolo o'zi yolg'iz idora qilib turguchidir. Hamma uningga muhtojdir. U maxluqotning ishlarini adolat bilan belgilaguchidir. U hammaga qodir bo'lib, uningga teng keladigan hech qanday kuch yo'qdir. U barliq tadbirlarda, taqdirlarda, shundaqla barliq ishlarda hikmat bilan ish qilguchidir. Farishtalar bilan ilm ahllari adolat bilan chin samimiyat va rostchilik bilan shundoq deb guvohlik berdi. Allah Taala'nın nazarida qabul bo'ladigan din birli islom dinidir. Adem alayhissalomdan ta Muhammad alayhissalomgacha kelgan butun payg'ambarlarning dini Allah Taala'nın bir ekanligini e'tirof qilish va barcha ibodatni Allah Taala'nın o'ziga xos qilishdan iborat asosli nuqtada birdir. Ularning hammasi ummatlarni islom diniga, ya'ni islom dinini mukammallashgan tavhid aqidasiga chaqirgan. Ondan Allah Taala İsa alayhissalom to'g'riliq Muhammad alayhissalom bilan munozirlashga kelgan Najron xristianlari bilan Yahudilarning islom diniga qarshi tutgan salbiy mavqesining sababini bayon qilib, ularning islom diniga ergashmasligi va Muhammad alayhissalomga dushman bo'lishi haqiqatni bilmaganlikdan yoki Muhammad alayhissalomni tanimay qolganlikdan emas, balki o'zlarining muqaddas kitoblari orqali Muhammad alayhissalomning oxir zamon payg'ambar ekanligini aniq bilib turib, faqat hasad qilganlikdan uni inkor qilganligini, bundaqlarni va haqiqatni inkor qiluvchi barliq zolimlarni Alloh taolaning cho'qim jazolaydiganligini va zolimlardan tez hisob olg'uchi ekanligini bayon qiladi. Ondan Alloh taolo Muhammad alayhissalomga xitob qilib, uning diniga ergashishni xohlamagan barliq yahudiylarga, xristianlarga va arab mushriklarga, xususan uning bilan bu yangi din to'g'riliq munozirlashmoqchi bo'lgan kofirlarga menga ergashganlar bilan birlikda Allohga o'zimizni topshirgan holda uning dinini qabul qildik. Biz haqiqatan Alloh taologa bo'ysunuvchilarmiz. Sizlar musulmon bo'ldinglarmi? Agar sizlar rostla Allohga ishongan bo'lsanglar, albatta menga ergashib musulmon bo'lgan bo'ladinglar deb raddiya berishga buyurdi. Va
Ular Muhammed Aleyhisselam'a ergişip iman etse, hidayet tapıdığanlıqını, eğer onun ergişini başlarsa çoğun ziyan tarttıqanlıqını, Muhammed Aleyhisselam'ın vazifesi fakat ular İslam davetini yetkiziş ekanligini, şundaqla Allah Taala'nın bendilerinin iş hareketlerini, niyet iqballarini to'liq bilib turdiganligini, oxiratda shunga qarab ularga mukofot yoki jazo beradiganligini bayon qiladi. Muhim nuqtalari. Birinchi, Allah Taala'dan boshqa e'tiqod qilishga, bo'ysunishga, iltijo qilishga va ibodat qilishga haqli bo'lgan hech bir iloh yo'qdir. Ikkinchi, Allah Taala'nın guvohligi eng ulug' va eng rostchil guvohlikdir. Shundaqla farishtalar bilan ilm ahllarining guvohligimi eng e'tiborli guvohlikdir. Uchinchi, adolatli guvohchilarning guvohligi din va dunyolik ishlarda birdek qabul qilinadi. To'rtinchi, islom dinidan boshqa dinlar Allah Taala'ning nazarida qabul qilinmaydi. Beshinchi, ko'rolmaslik, hasadxo'rlik shunday xatarlik illat bo'lib, bu kishilarni haqiqatdan yuz o'rishga ilib boradi. Oltinchi, Allah Taala'ga chin qalbidan iymon etgan odam o'zini dunyo va oxiratlik yaxshiliklarga yetkazadigan yo'lni topgan bo'ladi. Yettinchi, haqiqatni bilib turib inkor qilguvchilar Allah Taala'ning azobidan qochib qutula olmaydi. Payg'ambarlarni va yaxshilarga buyurganlarni o'ltirishning jazosi. Bismillahirrohmanirrohim. İnnellezîne yekfurûne biâyâtillâhi ve yaqtulûnen-nebiyyîne bigayri haqqin ve yaqtulûnellezîne ye'murûne bil-qisṭi minen-nâsi febeşşirhum bi'azâbin elîm. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Tercümesi 21. ayet. Allah'ın ayetlerini inkar kılıdığan, peygamberlerini nahaq öldürdüğün ve insanların içindeki adaletke buyurduğun kişilerini öldürdüğünlerine qattiq azap bilen bişaret bergin. 22. ayet. Ana shular dunyodami, oxiratdami amallar bekor bo'lib ketadigan kishilardir. Ularga hech qanday yordam qilguvchi bo'lmaydi. Tafsiri. Alloh taolo payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomga xitob qilib deydiki: "Ey payg'ambar, Alloh taoloning oyatlarining haq ekanligini aniq bilib turib inkor qilgan, Allohning payg'ambarlarini ularning haqiqatga da'vat qilganligi yuzidan o'ltirgan kishilarni adolatli bo'lishga chaqirgan, ularni yomon ishlardan yenib, yaxshi ishlarni qilishga tashabbus qiladigan diniy olimlarni nahaq o'ltirgan yahudiylarga qattiq azob bilan bishorat bergin. Bishorat ko'ngilni xush qiladigan, yaxshilik xabarlarni berish degan ma'noda bo'lib, bu so'zda eksi ma'nosida ishlatish stilistika qoidasida istara tahakkumiya deb atildi. Febeşşirhum bi'azabin alim, yani ularga qattiq azab bilan bishorat bergan degan oyatdagi febeşşirhum degan so'z xush xabar berish degandan iborat o'zining asli ma'nosida emas, balki aksi ma'nosida kelgan bo'lib, kofirlarni kufrining oqibatidan ogohlantirgan, ularga oxiratdagi qattiq azobdan xabar bergan deganlikdir. Yahudilar va ularga o'xshash yer yuzida buzg'unchilik teriydigan, haqiqatni bilib turib inkor qiladigan kofirlar oqibatda cho'qim ziyon tortquchilardir. Ular bu dunyodagi kishilarning la'natiga, oxiratda bo'lsa Alloh taoloning qattiq azobiga duchor bo'lg'uchilardir. Ularning bu dunyoda yaxshilik deb qilganlarining hammasi bekordir. Oxiratda ularni Alloh taoloning azobidan qutuldirgan hech qanday madadkor yoki do'st yo'qdir. Ma'lumki, Alloh taoloning oyatlarini inkor qilish va kishilarni to'g'ri yo'lga da'vat qilgan, payg'ambarlarni, ulamolarni va har ishda haqqoniy, adolatli bo'lishga buyurgan kishilarni o'ldirish Alloh taoloning oldida, insonlarning nazarida eng og'ir jinoyatdir. Bunday og'ir jinoyatlarni sodir qiluvchilar Alloh taoloning azobidan hargiz qutula olmaydi. Yaxshilarga ziyonkashlik qilish, ularni o'ldirish eng qabih va eng og'ir jinoyatdir. Shu aniqki, Alloh taoloning yo'lida jihad qilib o'ldirilganlarning ajri hargiz bekor ketmaydi. Alloh taolo ularning ajrini to'liq berguchidir. Zamonimizda kishilarni Alloh taoloning diniga da'vat qilish va islom diyorlarini qo'llash yo'lida shahid bo'layotganlarmi oz emas. Ularni o'ldirgan zolimlar, xoinlar va satqinlar Alloh taolo ogohlantirgan qattiq azobga uchrag'uchilardir. Ular azg'unlik patqoqlarga yetib ketganlardir.
Ular özlerinin ahiretlikini dünyalıkka tegişken ahmaklardır. Balalar, pul mal ve mensep asqatmayran kıyamet günde ularning tartadigan azap uqubatlari haqiqatan dahshatli boludu. Muhim nuqtalari. Kufr bilan azg'unliq dunyo va oxiratda baxtsizliklarga uchrashning asosli sababidir. Ikkinchi, kishilarni har ishda adolatli bo'lishga, yaxshilarni qilib yomon ishlardan yiroq turishga chaqiruvchilarni o'limonlarni o'ldirish yoki ularga ziyon yetkazish xuddi payg'ambarlarni o'ldirgan va ularga azor berganga o'xshash ig'ir jinoyatdir. Chunki innal ulamaa varasahul anbiya, ya'ni o'limonlar haqiqatan payg'ambarlarning varislaridir. Üçüncü, kafirlerin bu dünyada yaxşılık deb qilganlarning oxiratda foydasi yo'qdir. To'rtinchi, Alloh taoloning yordamiga erishgan odam yengilmaydi. Alloh taolo har qilganni hech kim aziz qilolmaydi. Shundaqla Alloh taoloning azobiga loyiq bo'lganlarni hech kim undan qutqizib ola olmaydi. Allohning hukmini qabul qilishdan cho'ngchilik qilish. Bismillahirrohmanirrohim. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Tercümesi 23. ayet. Ey Peygamber, kitap, yani Tevrat bilimlerden nesibi berilgenlerini görmedin mi? Ular öz arasında Allah'ın kitabı boyunca hüküm çıkarışqa çağırılsalar, ularning bir turkumi bundan yüz örüp arqaga çekinidi. 24. ayet. Aşı yüz örüş ularning do'zax o'ti bizni sanoqli kunlarla köydirdi deganligidan ve oydurup chiqargan narsalarning o'zlarini dinida aldab qo'yganligidan bo'ldi. 25. ayet. Keladiganligiga hech shak bo'lmagan qiyomat kunida biz ularni hisob uchun to'plagan va har bir kishiga qilgan amallarining jazosi yoki mukofoti qilch uvol qilmay to'liq berilgan chog'da ularning holi qanday bo'lar? Nazl bo'lish sababi. Alloma ibn Jarir Tabari ibn Abbos radhiyallohu anhumadan rivoyat qilib mundoq degan. Alloma ibn Jarir Tabari ibn Abbos radhiyallohu anhumadan rivoyat qilib mundoq degan. Payg'ambar alayhissalom bir kuni Madinadagi Yahudilarning madrasalaridan biriga kirib, ularni islomga da'vat qilganda, Yahudilarning orasidan Naym ibn Amir va Haris ibn Zayd qatorliqlar Payg'ambar alayhissalomdan "Sen qaysidan e'tiqod qilsan?" deb so'raydi. Payg'ambar alayhissalom ularga javob berib, "Men Ibrohimning dinida" deydi. Ular "Ibrohim Yahudi edi-ku" deydi. Payg'ambar alayhissalom "Sizlar bilan bizning oramizda Tavrat bor. Kelinglar, uning ko'rsatmasi bo'yicha hukm qilib ko'raylik" deydi. Shu chaqda "Alam tara ilallazina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma baynahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun" degan oyat nozil bo'ldi. Tafsiri. Allah Taala bu oyatlarda Yahudilarning jinoyatlarini bayon qilishni davomlashtirdi. Allah Taala Muhammad alayhissalom xitob qilib deydi-ki: "Ey payg'ambar, Yahudilarning holi nima degan ajablanarlik. Ularning muqaddas kitoblarida sening haq payg'ambar ekanliging to'g'riliq kelgan ro'shan bishoratlar turuqliq. Ular sana ergishishni xohlamaydi. Haqiqatni yoshirdi va uni yo'q chiqarish uchun tirishdi. Ular o'z orasida ixtilof qilishgan narsalari to'g'risida Allohning kitobi bo'yicha hukm chiqarishga chaqirilsalar, Allohning kitobi bilan hukm chiqarish ularning nafsi xohishlariga muvofiq kelmaganlikdan ularning bir qismi uni qabul qilishdan bosh tortdi. Ularning haqiqatga ergashmasligiga va haqiqatni qabul qilishdan bosh tortib, uningdan yuz o'rishiga sabab bo'lgan narsa dal ularning biz do'zaxga kirgan taqdirda do'zax o'ti bizni Musa alayhissalom Turkiyaga ketganda mo'rzaga cho'qingan 40 kunlik gunohimiz tugaganga qadar faqat shu 40 kunlik o'ydirdi. Bundan ortiq azob ko'rmaymiz deydigan buzuq e'tiqodiy
ve özleri oydurup çıkan sepsetlilerdir. Ularning haqiqatga ergashmasligiga va haqiqatni qabul qilishdan bosh tortib, uningdan yuz o'rishiga sabab bo'lgan narsa dal ularning biz do'zaxga kirgan taqdirdimi, do'zax o'ti bizni Musa alayhissalom Turkiyaga ketganda mo'zaga cho'qingan 40 kunlik gunohimiz tugaganga qadar faqat shu 40 kunlik ko'ydirdi. Buningdan ortiq azob ko'rmaymiz deydigan buzuq e'tiqodiy va o'zlar o'ydirib chiqqan sepsetileridir. Şunun bilen bugünkü vazifemiz bu kitaptan okuduğu yerimiz tügedi. Şimdi okuduğum kitabımız. Yeni yolu değil. 100 gün Türkçe. 100 gün Türkçe. Geçen seferde bu kitabı okuduğum yerlerden çok keyif almıştım. Bugün bakalım neler olacak. Hmm. 24. sayfa. Önce kabul görmemiş, sonra ise göklere çıkarılmış şair rolünü, Hoffman'la dostluğunu, Aziz Barthelemy yortusu kıyımın kıyımını Diana Verno'nu kazanın fethinde Ivan Vasilyevich'in kahramanca oynadığı rolü, Clara Mowbray'i Efiye Deniz'i, Rahipleri Konseyi'nin önündeki Canhusu, Roberte ölülerin dirilişini, müziği anımsıyor musunuz? Bunu tekrardan yapayım ben. Doktorlar bunu ayrı